Demak, Dilshodaga ikkinchi savolimiz kuzatuvchilarimiz tomonidan rassrochka davomida, ya'ni bo'lib to'lish jarayonida vaqtida to'lanmagan to'lov uchun qanday jarimalar bor yoki umuman o'zi jarimalar bormi? Juda ham yaxshi savol bo'ldi. Investorlarimizga investitsiya kirishdan oldin va shartnomaga qo'l qo'yishdan oldin shartnomani shartlarini o'rganishni maslahat bergan bo'lardim. Har bitta qurilish kompaniyasining o'zining shartlari o'sha shartnomada keltirilgan. Har bitta to'lovlarimizga kelsa, misol uchun shu boshida 20% va 24% davlat, ya'ni Zemельный departament to'lovlar to'langandan keyin keyingi to'lovlarimiz kelganda o'sha to'lovlarimiz o'z vaqtida qilinmagan holatda qanaqa jarimalar berilishini o'sha shartnomada berilgan. Ayrim застройщикlar ya'ni uni bir kundan keyin jarima soladi, ayrimlari 3 kundan keyin, ayrimlari esa bir oydan keyin o'zini shu jarimalarni qo'llashadi. Shu joyga kelganda men juda ham yaxshi ma'lumotni sizlarga aytib o'tishni lozim topdim. O'zimni tajribamdan kelib chiqqan holatda ba'zi bir qurilish kompaniyalarimizni shu to'lanadigan summa kechiktiriladigan bo'lsa, ya'ni 500 dirhamdan kuniga jarima yozadi. Ba'zi bir qurilish kompaniyalari esa oyiga $400, ya'ni bu 1500 dirham to'lab keladigan bo'lsa, o'shani jarima qilib yozadi va ba'zi bir qurilish kompaniyalarimiz esa o'sha to'lanadigan summaning 10% jarima qilib yozadi.